yaxshi bir biznes boshladingiz, lekin O'zbekistonlar bo'lsa sizga kichiklik qilyapti. Sizga kengroq, kuchli, ishonchli va tejamkor avtomobillar kerakmi? Biz sizga Hyundai Porter ishchi avtomobillarini taklif qilamiz. O'zbekiston sharoitida juda ham mos. LPG gazda yuradigan avtomobillar. Mana bu o'ng tomondagi avtomobil sizni tog'da ham, cho'lda ham hech pand bermaydi. Nimaga desangiz, 4 tala balon tortilish qobiliyatiga ega bo'lgan avtomobil. Ayrim obunachilarimiz avtomobil balandligidan ham sezib ulgurdi. Boshqa farqlari ham mavjud. Orqa balonlar soni va kengligiga, razmeriga qarab farq qiladi. Avtomobil uzatmalar qutisida ham farqlari bor. Asosiysi Janubiy Koreyada narxida ham o'zga farqlar mavjud. Bu mashinalarning rastamotchkalariga to'xtaladigan bo'lsak, 3 yilga to'lmagan avtomobil O'zbekistonda 14 ming AQSh dollari davlat boji chiqilyapti. Yetkazib berish muddati esa 20 dan 25-35 kungacha jo'natib bera olamiz do'stlar. Agarda sizlarga ham xuddi shunday avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlarda pastdagi raqamlarimizga bog'laninglar. Chiroyli narxlarda, tez fursatlarda jo'natib beramiz. Salomat bo'linglar.